Brooklyn Bridge'ga kelyapmiz. Ajoyib joy. Mana yonboshida turli binolar, ofislar bor, odamlar yashaydigan joylari. Hamda mana bu tomonda katta Atlantik okeani va kemalar suzib yuribdi. Buni qarang. Ajoyib joy, baliq ushlaydi bular. Odamlarga baliq yetkazib beradi. Mana bu tomon Brooklyn bo'lsa, bu tomon esa Manhattan hisoblanadi. Bittagina mana shu ko'prikni o'zi Brooklyn va Manhattanni bog'lab o'tiradi. Tushunyapsizlarmi? 1883-yil ishga tushirilgan bu ko'prik. Qiymati 15 million dollar bo'lgan o'sha paytda. Hozir 500-600 million dollarlar atrofida bo'lsa kerak. Juda ham qiziqarli faktlar bor bu anaqa to'g'risida, ko'priklar to'g'risida. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu yerda odamlar yuribdi tepada, ko'ryapsizlarmi? U ana qaranglar. Mana sizlarga umumiy ko'rsatay holini. Holatini ko'ringlar. Mana 150 yillar oldin 21 ta filni eson-omon kesib o'tishgandan so'ng mustaqillar orqali sinov o'tkazadi va ko'prik juda ham mustahkam ekanligini isbotlashadi. Tushunyapsizmi?